Assalomu alaykum. Siz bizni ko'rib turgan Citrus olamining chempionlari. Barchalar yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Taklif qilishdi. Aka dedi, bittasi telefon qildi. Aka, bir oydan beri faqat shorts qo'yyapsiz-ku, kattaroq obzor video qo'ying. Biz ma'lumotni qayerdan olamiz? Qanaqa saqlaymiz, qanaqa qilamiz? Kattaroq video obzor qo'yib turing degandi. Qarasam, haqiqatan 40 kun bo'pti oxirgi marta qo'yganimga video obzorda ham. Faqat shorts qo'yyapmiz ekanda, kuniga 4 ta 5 ta qilib. Bugün vaqt bo'lgan ekan, 31-yanvarmi bugun? Adashib ketdim. Apolmisizlar? 31-yanvar ekan. 31-yanvar o'tib qolmasin, fevralga keyin yog'chilar ketib qolsa, obzor ham qilib qolamiz dedimda. Bugun mana qildik. Mana soat 4 bo'lyaptimi? 3:15:46 ekan soat millari. Xudo xolasa 17:00 ga qo'yamiz bu video obzorni. Ko'rasizlar. O'shanda diydorlashamiz. Xo'p. Maqsad nima? Maqsad limonlarni, chempion limonlarni, chempion mandarinlarni, chempion apelsinlarni obzorini qilib berish sizlarga. Qanaqa ekilishidan tortib, qanaqa hosil berishgacha sizlarga batafsil tushuntiraman bugun. Kattaroq hajmda bo'ladi. Ketgan vaqtlaringga, ketgan megabaytlarga achinmaysizlar degan umiddaman. Chunki chempionsizlar sizlar ham. Xo'p, ko'ryapsizmi? 31-yanvar kuni ham bunaqa mevalar bilan turishni qarang. Bugun YouTube'dan kelib qoldi. Aka, 3 yil bo'libdi ochganingizga, sizga 3 yillik hamkorlik do'stini taklif qilamiz deb video obraziyat kelibdi menga YouTube'dan. Esimga tushib ketdi. Shu 3 yil oldin kuzda mana shunaqa mevasi bor limonlardan bir 10 tadan, 15 tadan mevasi bo'lardi hammasini. Manaqa Farg'onadan chiqadi, manaqa chelaklar. Chelak chiqqan zavodda bitta mingta bor ekan, atxot paqir bor ekan, matda B degan yozuvi bor. Bo'rtib qo'ygan, uni haligi bo'lsa ham olmaydi u paqirni. O'shani olib kelgandik biz. Hammasiga limonni to'ylaganmiz. 5 tadan, 6 tadan, 7 tadan mevasi bor limon to'ylaganmiz. Chiqarganmiz endi quvaganmi, qo'qonganmi chiqarganmiz. Bir kun bitta hojiga kelib qoldilar. Hojiga borib keldi Ushqulonda o'zimizda. Uyga borsak, mana shu o'zim limonim, o'sha B, u paqir bir chiqqan, qaytib chiqmagan, zavod yopilib ketgan. Ana shu B paqirlarimiz turibdi. 10 tadan mevasi bor limondan bir 10 ta turibdi. Hali hoji aka menga aytdi-da, Azizbek, siz ham limon yetishtirasiz, shunaqa limon yetishtirasizmi dedi. Hali gapi menga shunaqa motivatsiya berdi, shunaqa turtki berdi. Hali g'orda uxlab yotgan ayiqni qon tiyatib qo'yib tugizib qo'yadi-yu. Shunaqa turtki bo'lganda menga. Keyin to'xtab tur, sen deganman, dupagayzayz deb turib, keyin mana shu YouTube'da ochdik, orqasidan Facebook'da ochdik, Telegram'da ochdik, mana ijtimoiy mediada ko'rinib qoldik biz ham. Shuning uchun aytmoqchiman, mana chempion limonlarni bugun obzorini qilamiz. Bizniki realniy, haligi nerealniy bo'lyapti. Do'stlar, kamila gullar kelib qoldi. Mana Xitoydan $5 mana ko'ryapsizlar, qishda gullaydigan narsalar hammasi chiroyli. Mana narxlari 350 ming sotamiz demaymiz. Akalar, mandarinlar kelib qoldi, bir qarich faqat o'nga kelgan Xitoydan kelyapti, $10 dan sotamiz 350 ming so'm demaymiz. Bizniki realniy, bunaqa kumkuvotlarimiz ham arabskiy toza kumkuvotlardan. Hali Xitoydan reklama qilmaymiz biz. Aytmoqchiman, shuni aytmoqchiman. Citrus olami ham hozir bosib ketdi, o'ta ko'payib ketdi shunaqalar bor. Demoqchi bo'lganim, bizniki chempionlar limonlar. Kim nima desin, chempion limonlar bizniki. Ko'ryapsizmi? Tomirlarni ko'ryapsizmi? Haligi sochingiz solasidan ko'p. Mevalarni ko'ryapsizmi? Biz 10 kunlab propan yoqib, uxlamasdan chiqdik. Xudo xolasa siz azizlarga, xalqimizga, elimizga, yurtimizga, mana shu ekologiyamizga foydasi bo'ladigan. Alloh ajrini beradi. Bir daraxt yetishtirsang, uni ajri bor deydi. Mana minglab ko'chatlar chiqaryapmiz. Mehnat, ish, mehnat. Endi ko'chatlarga kelsak, bular hop, mer sorti limonlar, po'sti qalin. Misol Rossiyada hozir 1000 rubl bo'lyapti ekan mana shu limonlar. Ana shu limonlardan hammasi mana tikon unaqa qusib olmagan, go'zal. Mashtuydagi ko'chatlarimizni 40 mingdan chiqaryapmiz. Yo'qdagilarni 50 ming, 60 ming chiqaryapmiz. Bu yil o'ylamanglar, bahor kelsa arzon bo'ladi, bahor kelsa qimmat ham bo'ladi. Limon o'rib ketdi. Biz qishloqda ham 30% limon urib ketdi sovuq. Anchasini urib qo'ydi sovuq. Hali bozorga chiqadi limonlar. Ehtiyoji ham yo'q hozir olib chiqadigan odamni. Limon ko'chatlar chiqmaydi endi bundan bu yoqqa limon bozorga ham, chunki ham bunaqa chiroyli ko'chatlar qolmadi ham pashti. Keladigan olib ketishdi. Ekadiganlarga, ekmoqchi bo'lganlarga maslahatingizni qilib olib, xotirjam o'ylashib olib, ko'chat narxini tushuntirib olyapmiz. Keyin telefon qilsalaring bo'laveradi. Bexotirjam. Ekib berish xizmatlarimiz ham bor. O'zbekistonning istalgan manzillarga borib ekib beramiz. Faqat 300 tadan oshiqroq hajmda bo'lsa, borib ekib tushuntirib, xudo xolasa obrazkasini qilib beramiz inshaalloh.
Bu tomonda mana medovka mandarinlarimiz turibdi. Ko'chatlarni ko'ryapsizlar. Ulangan, tagida gibrid mandarin, limonga ulangan hammasi. O'ta go'zal, shoxlagan, mana bir go'zal. Yangiligimiz bor. Xudo xolasa mana ichi qizil apelsindan olib kelganmiz, amerikanskiy apelsindan ko'paytirganmiz uni ham. Ko'chatlardan bir 20 ta 30 ta atrofida qoldi. Mana ko'rib turibsizlar. Evrika limonlari ham mana mashinada ko'paytirib yubordik mana xudo xolasa. Bu yildan keyin yana yangi sortlarni olib kelib, ulab ko'paytirish niyatlarimiz bor. Ko'chatlarimizning obzori shunaqa. Yoqqan bo'lsa bitta laykni tirslatib qo'yasizlar, yoqmagan bo'lsa bosmasalaring ham mayli. Xo'p, olaman deganlar uchun narxlar bu yoqda ham bor ko'chatlarimiz. Narxlar 20 ming so'mdan 70 ming so'mgacha maslahatingizni qilib, xotirjam telefon qilaverasizlar. Ekaman deganlar uchun chempion limonlar, chempion mandarinlar. O'zimizda yetishtirilgan umri uzoq, eksiz, baraka topasiz inshaalloh. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.